Hammaga salom. Bugungi videoda sizlar bilan dependency injection yoki DI haqida gaplashamiz. Tabiiy holki dependency injection ni o'zbek tiliga tarjima qilib ko'rgan bo'lsangiz, aniq tushunmagan bo'lsangiz kerak, chunki o'zbek tiliga unchalik tarjimasi to'g'ri kelmaydi. Bog'liqlikni ta'minlayverish, bog'liqlikni o'rnatish, tipa shunaqangi ma'nolar kelib chiqadi. Keling buni bugungi videoda to'liqroq tushunib ketamiz. Birinchi bo'lib, o'zi dependency injection nima? Dependency injection bu, tasavvur qiling, siz nimadir yaratmoqchisiz yoki nimadir qurmoqchisiz. Uni siz hamma narsasini noldan qursangiz qancha vaqt ketadi yoki tayyor hamma qismlarni olib shunchaki o'sha qismlarni yig'ib qo'ysangiz qanchalik vaqt ketadi? Xuddi o'sha narsa. Keling uni hayotiy misol sifatida bir ko'rib chiqamiz. Aytaylik, siz restoranga bordingiz va tabiiy holki siz restoranga borsangiz, u yerda siz o'zingiz uchun ovqat tayyorlab olmaysiz. Ya'ni tayyor ovqatni ofisdan sizga yetkazib beradi. Shunchaki tayyor ovqatni yeb berish esa sizning vazifangiz. Bu yerda bu jarayonni ramming yo'nalishida ko'radigan bo'lsak, siz bu yerda programmasiz, ya'ni proyekt yoki programma, ofisant esa dependency injection bu yerda. Ya'ni oshxonadagi tayyor ovqatni sizga olib kelib beradi. Tayyor ovqat bo'lsa, proyekt ishga tushgandan keyin, programma ishga tushgandan keyin sizni qiladigan ishingiz. Ana endi ozgina tushuncha hosil bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, keling endi kod misolida shu qisqa kod yordamida tushunib ketamiz. Bizda car degan klass bor edi va driver degan klass bor edi. Car klassi ichida drive metodi bor. Xo'sh, endi mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsak, mashina haydovchiga bog'liq, ya'ni driverga bog'liq. Driver klassini ichida mashina klassi bu yerda dependency, ya'ni haydovchiga mashina bog'liq. Shuning uchun car klassi bu yerda dependent bo'ladi. Va void main qismiga tushadigan bo'lsak, kartan obyekti oldim. Bu yerda dependency yaratilyapti. Ya'ni bog'liqlik klassi yaratilyapti. Va o'sha bog'liqlik klassni pastdagi haydovchi, ya'ni driver klassni ichiga berib yubordim. Chunki mashina car class mantiqan o'ylab qarasak ham haydovchi klassga bog'liq bo'ladi. Va bu yerda injection bo'lyapti. Ya'ni dependency injection qismi mana shu yerda bo'lyapti. Ya'ni o'zi dependency injectionning ham ma'nosi shu. Biron bir klassni ichida boshqa bir klassni obyektini chaqirib qo'yish dependency injection deb ataladi. Va shu obyektdan pastda shunchaki metodini chaqirib qo'ydim. Agarda shu videodan keyin dependency injection haqida tushunchaga ega bo'lgan bo'lsangiz, juda ham xursandman va keyingi videolarda ko'rishguncha